Assalamu alaykum. Kitap o'qish munbiri Avlodlar torbetiga hoş geldiniz. Men Nuriya Rahman. Bugün men Gretsiyaning Paros orlidagi Naussa degan kentda. Har qitim bu yerga kelgan vaqtimda güzel manzarlarda asarlarni o'qib huzuringizga sunishni bakmi orzu qilaman. Afsus bir necha kundan beri bu yerda havo ancha yaxshi emas. Shamol kuchliroq bo'libmi, kecha yomg'ir yog'di. Asmanni bir qavat kulrang parda qaplag'ini qaplagan. Shunga uyda o'ltiribla bir asar o'qib beray dedim. Bugun qo'limda dangliq olimimiz marhum Abdushukur Muhammad Eminning Arifnoma nomli kitobi. Har qitim Gretsiyaga kelsam bu kitobni cho'qim o'zim bilan birga ilib kelaman. Ayrılamayman-ku. Sizlar shundaq deyman, ha? Bu bir-biridan tabarruk asarlar haqiqatan bizningki nihoyatda bir qadrlab o'qishimizga, anglashimizga arziydi. Xo'sh, bugun mazkur kitobdan huzuringizga sunmoqchi bo'lganim hissiyat va hissiyat go'zalligi. Mazkur kitobda güzellik terbiyesi ve onun rolü degan temada bir necha baş maqola bor. Onundan başqa yana xarakteri ve xarakter güzelligi degan bir asar bor. Bu qitim men mushu bir yurish asarlarni üzüldürmey bir o'qib berishni o'ylayapman. Xudoyim buyursa. Xo'sh, bugun huzuringizga hissiyat ve hissiyat güzelligi degan asarni sunaman. Esil. Albatta bu bir olimning, bir faylasufning yozganlari bo'lg'ashqa mundaqlam tushunib ketgili bo'lmaydi. Takrar anglashga, takrar o'qishga to'g'ri keladi. Hech bo'lmaganda har bir parcha maqoladan biroz manfaatlansak biz uchun nihoyat cho'ng ish bo'ladi. To'liq tushunib tegiga yetish menimcha undaq oson emas. Ammo her bir qitim bu asarlarni o'qiganimizda, anlaganimizda Uyg'ur xalqimizdan chiqqan shundaq bir faxrlik olimimizni hurmatlar bilan aslaymiz. Shundaq-ku? Xo'sh, boshladim. Hissiyat va hissiyat go'zalligi. Hissiyat insonga xos yuqori darajadagi murakkab ruhiy holat. Konkret shaxs uchun hissiyat konkret bo'lganligi tufayli biz reallikning xilma-xil, rangarang hissiyotdagi kishilar bilan to'lganligini ko'ramiz. Bu to'limi qiziqarli hodisa bo'lish bilan birga tadqiq qilishga arziydigan muhim ilmiy va amaliy hodisa. Hissiyat har bir konkret kishining hayotiy kuchi, tafakkur salmoqi, mayl orzusi, tipik xarakterining eng inchga sifatlari va ritmlarini gavlandirib beradi. Hissiyat shaxsning informatsiyasi, ya'ni uchuri. Shunga hissiyotini yoshirib qilish mumkin emas. U xarakterning termometri. Hissiyat nuqul hissiy bilish emas. O obyektning subyektda inkas qilish jarayonining birinchi bosqichi bo'lgan hissiy bilishdan farqli holda subyektning obyektga o'z subyektini ifodalashdagi tuplik ruhiy holat. Ammo hissiyat hissiy bilishdan son-sanoqsiz hissiy ta'sirlanish va turmush tajribasidan ayrilmaydi. U nuqul sezgi xarakterdagi oddiy refleks bo'lmasdan hissiy va aqliy omillarning hissiyat shaklidagi psixik shakldan iborat. Hissiyat tanlash, hissiy bilish, tasavvur qilish qatorliq idrokiy omillar bilan birga muhokama iqtidori, bilim zopisi, ideya alohidligi, baho mazmuni, g'oya va orzu, mayl qatorliq aqliy omillarni, qisqasi shaxsning xarakterida ifodalanadigan psixik omillarni o'z ichiga oladi. Hissiyat go'zalligi to'limi muhim tema. Har xil shaxsdagi xilma-xil go'zallik yoki xunuk hissiyatlar va ularning sharofati yoki kasofatidan yuz bergan real oqibatlar buning qanchalik muhim masala ekanligini gavlandirishga kamlik qilmasi kerak.
Xayrixohlik va beparvolik, ishonch va gumonxo'rlik, kangqursaqlik va ichtorlik, qo'llash va hasad, o'ziga tayinish va tamaxo'rlik qatorliq yuzlagan ma'naviy ruhiy hodisa hissiyot bilan, uning go'zal va xunukligi bilan tutashgan bo'ladi. Hissiyot go'zalligi xarakter go'zalligining pozitsiya jihatdagi muhim bir tarkibiy qismi sifatida shaxsning ijtimoiy hayoti va baxt saodatiga g'oyat zo'r ta'sir ko'rsatadi. Hissiyot go'zalligi bir baxt. U odam qalbidagi va bu bo'stondagi xushpuroq attirgi. U bunda xosiyatga ega bo'lmagan kishilar uchunmi oliyjanob ta'sirli namunadan iborat. Hissiyot go'zalligi o'zgarmas narsa emas. Kishining yoshinishiga ergishib, hissiyotida ma'lum o'zgarish yuz berishi tabiiy. To'xtalmagan o'smirlar va yoshlarda hissiyotga berilish ko'proq ifodalanganidek, jismoniy va ruhiy holatidan chatlayotgan yashangan kishilardami hissiyotida suslashish ifodalari yuz berishdan saqlanish qiyin. Ammo masala texi mundaq holatga yetmagandiki hissiyot buhronlarida. Mundaq hissiyot buhroni hissiyotning ijtimoiy jamoatchilik mazmunining boshqa qilib aytganda xayrixohlik, kuyinish, ichinish qatorliq ijtimoiy hissdoshlik nuqtasining o'rniga o'zini, pul va huquqini, uning aloqador narsalarni dastitish jihati ifodalandi. Bu hissiyotning o'z qimmatini inkor qilishi, ijtimoiy o'lchamdan chatlishi, g'arazsiz go'zallik bo'stonligidan g'arazlik foyda manfaat qoram toshliqiga chekinganligidan derak beradi. Ro'shanki, ijtimoiy hissdoshlik oliyjanobligini yo'qotgan hissiyotda go'zallik mavjud bo'lishi mumkin emas. Bundaq kishilar oltindan boshqa narsaning tevishini anglamaydigan, pul va uning har xil yaldamisidan boshqa narsani ko'rmaydigan gaz va qarog'u kishiga o'xshaydi. O'zidan boshqani o'ylamaydigan badniyat kishining qalbi o'zi uchun qanchalik saltanatli bo'lishidan qat'iy nazar yanala nursiz chiroq emasmi? Hissiyot go'zalligi ruhiy sog'lomlikning bir muhim qismi. Mundaq ruhiy sog'lomlik sezib tushunishning tez yoki teralligi, aqliy va hissiy iqtidorning unumdorligi, faoliyatning markazlik va tanosibligi, irodaning barqaror va izchilligi qatorliqlardan tashkil topgan bo'lib, bu omillarning hammasi hissiyot go'zalligida o'zini namoyon qiladi. U jismoniy sog'lomlikqa ta'sir ko'rsatib, kishilarning hayotiy iqtidorini kuchaytiradi. Hissiyot go'zalligi ijodiy iqtidorning ilhom baxsh manbalaridan biri. Ilmiy yoki badiiy ijodiyatning hissiyotdan ayrilib maydonga kelishi mumkin emas. Hissiyot go'zalligi ijodiyatning harakatlantirgich kuchila emas. Ko'p holda uning mazmunini yoki bir qism mazmunini, uning maqsadi yoki bir qism maqsadini, uning shaklini yoki bir qism shaklini tashkil qiladi. Hissiyot go'zalligining qatmonlashishi bir ofat. Uovat qadimki shahar bo'stonliqlarini vayron xarobiga aylantirgan qo'rg'oqchilik ofatiga o'xshash hodisa. Aholisiz xarobiliklar jin olvostlarining pirixonasi bo'lgandek, go'zallik xosiyatlaridan ayrilgan hissiyotning xunuklashib, shaxsiy manfaatparastlikning mushuk yaploqlari mo'ldirilishib turadigan qorong'u g'orga aylandiganligi shubhasiz. Tegidek. Ma'qul emsa, kitob o'qish munbirimizning hurmatli mushtarilar. Bu qitimliq kitob o'qishimiz mushagicha bo'lsin, kelar qitimliq programmamizda ko'rishaylik. Xayr xo'sh. Intanissime poche che scorfa,
μικροί αγγέλοι που στα μοιρά τους θέλαν την εφέλη να την ταΐζουν ερώτη και μέλη, να μην θυμάται να ξεχνάει τι θέλει, την πλανέψανε. Και τη σκορπά για να μην την Δυο μικροί αγγέλοι που στα μοιρά τους θέλαν την εφέλη να την ταΐζουν ερώτη και μέλη, να μην θυμάται να ξεχνάει τη